O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Sirdaryo viloyati kengashi hamda Milliy gvardiya Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi tashabbusi bilan yoshlar ishtirokida bir qator mazmunli tadbirlar tashkil etilmoqda. Bu tadbirlar Milliy gvardiya Sirdaryo viloyati boshqarmasida ochiq eshiklar kuni doirasida o'tkazilib, yoshlar ongida vatanparvarlik, mardlik, fidoyilik va yurtga sadoqat tuyg'ularini kuchaytirishni maqsad qiladi. Mazkur tashabbus doirasida ofitserlik mardlar kasbi shiori ostida rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Unda Guliston davlat pedagogika instituti talaba yoshlari, umumta'lim maktablari o'quvchilari va jasorat sinfi a'zolari ishtirok etdi. Uchrashuv yoshlar va ofitserlar o'rtasida ochiq muloqot maydoniga aylandi. Yoshlar O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Sirdaryo viloyati kengashi raisi hamda Milliy gvardiya ofitserlar bilan samimiy suhbat olib bordi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishdi, fikr almashishdi. Rahbarlar esa yoshlarga o'z hayotiy tajribalari, muvaffaqiyat sari olib borgan yo'llari, shuningdek, yurt taraqqiyotida yoshlarning o'rni haqida so'zlab berishdi. Rahbar va yoshlar uchrashuvlari tashkil etilib, bugun muhtaram yurtboshimiz boshlab bergan mana shu siyosat albatta joylarda mana shu yoshlarni tashabbuslarini, fikrlarini, ularda tug'ilayotgan savollarga bir javob berishga bir katta maydon sifatida bugun amaliyotga tatbiq qilinib, juda ko'p mana shu yoshlarimizni manfaatlarini himoya qilishda bizga bir asosiy bir omil sifatida xizmat qilyapti va mana shu Sirdaryo viloyatida ham barcha turdagi tashkilot rahbarlari, viloyat rahbarlari mana shu yoshlar bilan uchrashib, ularning fikr mulohazalarini tinglab va ularda bir yechimni topishiga harakatini o'zining ish rejalarini tuzmoqda. Bugun mana biz ham mana shu yoshlar bilan rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Uchrashuvimizda asosiy ko'zlangan maqsad shunda bo'ldiki, ayniqsa quvonarli jihati shundaki, mana shu maktab bitiruvchi yoshlarning ishtirok qilishi va mana shu harbiy xizmatga bugun qiziqish uyg'otayotgan, o'zlarida bir qiziqishi bo'lgan yoshlarimiz jam bo'lgani, bugun mana shu bizga ham tashkilot rahbarlariga ham juda ko'plab savollar bilan, ya'ni o'sha ayni biz maqsad qilgan, ya'ni yoshlarimizni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasidagi olib borilayotgan ishlarimizga mana shu yoshlarimizni labbaydek bir javob berishini deb hisoblasak ham mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bugun mana o'zingiz guvohi bo'ldingizki, mana shu yoshlar juda ko'pi bugun harbiy sohaga bo'lgan qiziqishlarini, qanday qilib ishga joylashish, qaysi sohada ketsam ana shu qaysi harbiy bilim yurtlariga o'qishga qabul qilinaman, qaysi yo'nalishlar bo'yicha tayyorgarlik ko'raman degan bir qiziqarli savollar bilan murojaat qilishdi va tegishli harbiylarimiz tomonidan, mutasaddi tashkilot rahbarlari tomonidan bir qator amaliy tavsiyalar, ko'maklar berildi. Bu ham bo'lsa mana shu bugun mamlakatimizda olib borilayotgan yoshlarga oid davlat siyosatini yuritilishida yoshlarimizga mana shu muhtaram yurtboshimiz yaratib berayotgan imkoniyatlari, sharoitlardan foydalanishga chanqoqligini bildiradigan bir jarayon deb qabul qilsak bo'ladi. Sababi oddiygina o'zimizni mana shu yoshligimiz bilan bugungi kundagi yoshlarda juda katta farq borligi, bugun xalq bilan armiya bir tana bir jon degan bir shiorda haqiqiy bir amaliy isbotini jarayonlarda, joylarda, uchrashuvlarda ko'rayotganimiz, albatta biz yoshlar tashkilot rahbarlariga ham bir ilhom bag'ishlaydi. O'zimizni ustimizda ko'proq ishlashimizga va izlanishimizga, bugun sersavol mana shu savollarni ko'p beradigan yoshlarimizga bir javob topishda o'zimizni ustimizda izlanishga albatta bu bizga kuch ham motivatsiya beradi deb hisoblasak bo'ladi. Bugun mana shu uchrashuvda harbiy libosda o'tirgan mana shu jajji ukalarimizni, singillarimizni ko'rib albatta quvonamiz. Bugun biz ham bir yosh bir ota-ona sifatida mana shu farzandimiz kelajakda mana shunday nima deydi, harbiy libosda bo'lishini, harbiy tartib intizomda yurishini va vatanga bo'lgan muhabbatini harbiy sohada bo'ladimi, boshqa jabhalarda bo'ladimi, eng ayniqsa mana shu vatanga bo'lgan muhabbatini, vatanga bo'lgan tuyg'usini mana shu akalaridan, ukalaridan bir namuna sifatida olishiga albatta yosh ota-onalarga ham bir quvonch bag'ishlaydi desak, bu ham haqiqat bo'ladi. Suhbatdan keyin yoshlar Milliy gvardiya boshqarmasining kutubxonasiga ham tashrif buyurdi.
Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda O'zbekiston Yoshlar ittifoqida mana shu harbiy bo'lim alohida tashkil etilgan va ayni mana shu yoshlarimizni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni harbiy sohaga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otish bo'yicha bu alohida bo'lim tashkil qilingan va albatta biz mana shu uchrashuvlarda umuman belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlashda o'zimizni oldimizda juda ko'p loyiha tadbirlarni rejalashtirib oldikki, mana shu kelgusi jarayonda ham biz mana shu yoshlar bilan har xil turli xil tadbirlarni, loyihalarni tashkil qilish orqali yana ham mana shu yoshlarimizni o'sha harbiylikka bo'lgan qiziqishlarini, harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasidagi ishlarimizni jadallashtirib, rejalashtirib, nafaqat Sirdaryo viloyati, balkim o'sha qo'shni viloyatlarimiz, o'sha harbiy qism joylashgan boshqa viloyatlarimizga ham sayohatlarni tashkil qilish, ularda o'sha harbiy o'sha sohadagi o'quv bilim yurtlariga tashriflarni tashkil qilish va buni natijasida o'sha bugun tarbiyalanib kelayotgan yoshlarimizni mana shu sohaga bo'lgan qiziqishlarini yana ham oshirish va ularni o'ylantirayotgan yoki bo'lmasam qiziqtirayotgan savollarga o'z vaqtida javob topish dan iborat. O'ylaymanki, barcha bugungi mana shu jarayonda, bugungi tadbirda ishtirok etgan yoshlarimiz tomonidan ham ayni shu kabi savollar, shu kabi takliflar bildirildi. Albatta buni biz inobatga olamiz va o'sha kelgusi jarayonlarda biz bu loyihalarni, bu tadbirlarni tashkil qilishga bel bog'lab harakat qilamiz. O'ylaymanki, barcha tashkilot rahbarlari, barcha hamkor tashkilotlarimiz bu qilayotgan ishlarimizga xayrixoh bo'ladi va birgalikda mana shu natijaga erishamiz. Muhtaram yurtboshimiz aytganlaridek, 3-Renessans poydevorini qurishda albatta biz yoshlar harakat qilamiz, intilamiz va buni uddasidan chiqamiz. Bu yerda ular yoshlar o'qishi, izlanishi va tafakkurini kengaytirishga xizmat qiladigan adabiyotlar bilan tanishishdi. Ochiq ishlar kuni tadbirlar davomida yoshlar uchun tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash, yot g'oyalarga qarshi kurashish, jinoyatchilikning oldini olish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida badiiy film namoyishi ham tashkil etildi. Film davomida yoshlar vatan tinchligi va osoyishtaligi, sog'lom hayot kechirishning ahamiyatini chuqur his etdi. Film ularni o'z hayotlariga boshqacha nigoh bilan qarashga, tinchlik va barqarorlik qadriga yetishga undaydi. Namoyishdan so'ng esa film muhokamasi o'tkazildi. Yoshlar o'z fikr va taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Tinchlikni asrash, yot g'oyalarga qarshi kurashish va ijtimoiy faollik mavzularida fikr almashdi. Shundan so'ng ishtirokchilar Milliy gvardiya Sirdaryo viloyat boshqarmasining faoliyati, jangovar qurollari va harbiy xizmat sharoitlari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ldi. Yoshlar ofitserlarning kundalik xizmatini o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Ular harbiy texnika qurollar va zamonaviy jihozlar bilan tanishib, ofitserlarning fidoyiligi va mas'uliyatini his etdi. Bu tashrif yoshlarda harbiy sohada xizmat qilishga, vatan himoyasiga hissa qo'shishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirdi. Kamondan o'q otish, harbiy qurollardan sochib foydalanib ko'rish, ularning salohiyati, otda minib sayr qilib ko'rish va turli xil harbiy qurollarni bevosita ushlab o'zimiz foydalanib ko'rdik. Bunda har bitta qurolning harbiy salohiyati va ularning imkoniyatini bilib oldik. Tashrifimiz yakunida juda ko'p taassurotlarga ega bo'ldik. Chunki har bitta ma'lumotga va o'zimiz qiziqtirgan savolga javob olganimizda va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muhim ekanligini angladik. Biz xohlardikki, bunday tashriflar, bunday tashabbuslar ko'proq bo'lishini istagan bo'lardik. Shuningdek, jasorat sinf o'quvchilari ham o'zgacha qiziqish bildirdi. Ular harbiy mashg'ulotlar va ofitserlar bilan yaqin tanishuvdan katta taassurot oldi. Shunday tadbir davomida o'quvchilarimiz uchun qurol aslaha va harbiy texnikalar ko'rgazmasi,
Shuningdek, kamondan otish va chavandozlik sport turi bo'yicha mahorat mashg'ulotlari o'tkazildi. O'quvchilarda bu juda ham katta taassurot qoldirdi. Ushbu tadbirni o'tkazishdan maqsad o'quvchi yoshlarimizni vatanparvarlik, ona vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Bu tadbirlar muntazam ravishda olib borilmoqda. Ozod o'g'lim, hur o'g'lim, har oning huzur o'g'lim, shahdingdan kun yorishsin, yuzi yorug' nur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. El bo'lsa yigit joni, sel kabi jo'shar qoni, vatan desa dunyoni ikki chetga sur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Nafs ipin uzar bo'lsang, baxt ichra suzar bo'lsang, bir esking buzar bo'lsang, avval o'nta qur o'g'lim. Bizning ilm maktabi bo'lgan dunyo matlabi, Buxoriy bobong kabi qilgin tafakkur o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, g'aflatdan yuz bur o'g'lim, bo'l hammadan zo'r o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Mazkur uchrashuv va tadbirlar yoshlarda vatanga muhabbat, mas'uliyat va mardlik fazilatlarini yanada mustahkamlaydi. Eng muhimi, yoshlarni ongli hayot yo'liga, harbiy xizmatga hurmat ruhida ulg'aytirishga, yurt tinchligi yo'lida fidoyilik bilan xizmat qilishga chorlaydi. Bugungi uchrashuv yoshlarga ruhiy turtki beradi, ularni ezgu maqsadlar sari ilhomlantiradi. Zero, ofitserlik bu nafaqat kasb, balki vatan oldidagi sharafli burchdir. Mardlik, fidoyilik va halollik ramziga aylangan bu yo'lni tanlash har bir yurt farzandi uchun faxrdir. Shunday qilib, rahbar va yoshlar uchrashuvi hamda ochiq eshiklar kuni tadbirlari yoshlardan vatan ravnaqi, xalq osoyishtaligi va tinchlik yo'lida faol bo'lishga chorlaydi. Har bir ishtirokchi uchun bu uchrashuv nafaqat unutilmas taassurot, balki hayotiy saboq, kelajak sari yo'l bo'ladi desak, adashmagan bo'lamiz.